arzon qo'yadilar deydi balonlar deydi. Barsak lekin bermeydi bizlere deydi klientlere deydi. İmini sorasanız kredite vermeydi. Ne için? Sebebi bu sel kımmatırak mı? Bunu kredite 1 yıla dogovor düzgenden keyin bu yürüp beredi kliente 1 yıl. Ha. İnabı 1 yıla dogovor düzeledi, 3 aya var mı tamam kaldı bu. Bunu Damasçılardan ten aldı, özü Damasçılar ayrım adamlar o tenene balon koymuyordu. Hava. Damaz, Nixeus, Gentraçalar hepsini ten aldılar bu balonları. Köp yürüydü onunla işkip taksistler. Zor balondan köçe çıkarıp koysak 3 ayda o balonun mazası kaçadı. Kuyaşta yatıp ha. Damas labu desek özü birinci kar metal gözümüz eldine geldi. Bundan başka narsa öz getirip bulmaydı bunu. Delkor'un orijinallarını alsa en keminde yok deyende 3 yıl hizmet etip beredi. Bize de hemmesin 26 yıllarını gösterip garantisi bilen beremiz. Bir vaydeni özünü zavodundan çıkan 1 yıl garanti bilen berileden 45'lik akımetrimiz. 26. yıl. Anlaşılan göre basarlar. Assalamu alaykum yurtdoshlar. Bugun xudo xolasa sizlarga bir manfaatli videolardan biri bo'ladi. Bize balon, akkumulyator, diske Satodan magazinga geldik. Sizlarga yangilik izlab. Xudo xolasa video davomida zo'r yangiliklarni bilib olasizlar. Men sizlarga tushuntirib beraman. Boshda keyin aslan ichariga girib videomizni boshlab beramiz. Hech kim adashmaydi. Adresni aytsak sizlar, ayni tillar bilan tushuntirib beramiz. Gullan yo'li birdan o'zi. Rayhon bozordan kelasizlar. Bu çapa yetsengizlar, Razitor bozorga qarab ketasizlar. O'ng tomonda joylashgan magazinimiz bo'ladi. Sputnik Gullan yangi bozordan kelsangizlar, chap tomonda. To'g'ri shu Sitovorning tenidan kirib kelasizlar. Ko'pirina, Qiryappa. O'shada joylashgan. İçeri giramiz, videomuzni boshlaymiz. Qani, Azamat, chaqqanmisan? Ko'p bo'ldi, kelmadigina yanыңа, xudo xolasa shu bugün senin yanından bir yenilikle işlemen hep geldim indi. Bo'ldi gapim. Şu yurtdoshlara bir qulaylik variantlari bo'ladigan bo'lsa, hozir ko'rib tursan-ku, ne ko'p mashin ko'p yo'lda. Akkumulyator kerak, bu kerak, bu kerak, ish qilib, xullas sening do'koningdagi narsalar kerak. Gapdan chiqib. Qaysidan boshlaymiz shunda? Endi siz ham misol hemmeyda borib ko'rib kelaverasiz. Ova. Siz birida eshitgan yo eshitmagan nov vaziyatingiz bo'ldi, shunga qarab aytsangiz, men sizni to'g'rilab berayin. Ben indi eshitadigan o'zlarim ko'p-da, har xil eshitaman. Odamlar da eshitaman ko'pincha. Do'konchilardan emas. Odam aytadi baribir yo'lda. Shu internetlarda sizlar deydi, ko'p yerlarda reklama tasdiq deydi. Ayrim yerlarda shu reklama etilmagan magazinlar aytib turibdi-da, endi biza borma. Arzon qo'yadilar deydi balonlar deydi. Barsak lekin bermeydi bizlere deydi klientlere deydi. Oddiy odamlara sebebini sen shuni tushuntirib ber. Necha o'rni arzon qo'yilib turib, klientga bermeydi. Reklama video prosmotr olish uchun aytamlar. Nima uchun aytadilar uni? O'sha variant hozir zo'r bo'lib turibdi. Ya'ni qarang, uni ochiqchasini tushuntirib beraman. Yana deylik, shuna Imperat degan balon. Bu haqiqatan zo'r, shirokiligi, bahosi sal qimmatroq. Ha uni boshqa do'konchilar aytadi, ya arzon emining balonlar aytadilar yana. Bunu aytadilar. İkisini razmeri bir xil bo'lganidan bu u bilan 150 milyon fark etadi bir balonda. 4 tanesinde 600 milyon pul bo'ladi. Lekin imini sorasanız kredite bermeydi. Nechun? Sebebi bu sal qimmatroqmi? Bunu kredite 1 yıla dogovor düzgenden keyin bu yürüp beredi kliente 1 yıl. İnabı 1 yıla dogovor düzeledi, 3 aya var mı tamam kaldı bu. Shu uchun bermeydilar. Şunun hesabında bunu bermeydiler. Ya İbn'in balonlarına bakasın, yok bakana aytib qo'yadi. Shundan bermaganda desen, shogirdimdan so'rab ko'ring deb do'konimda qolmabdi, sklapdan bir dona qolibdi, yaqsa beraman, bir haftadan keyin keladi deydi. Bu yo'q narsalardan ular. Bu bo'lmagan narsalar ular. Tushunarli. Shuning bo'ladi-da u. Ha, kreditda hozir misol, men ham kishamda pulim bo'lsa, ishlatadigan yerimga qarab kreditimni ikkinchi to'g'rilayman. Agar ishlatib berib shundan foydalanib biladigan bo'lsam, o'sha men kredit olib ketaman. Ko'p yerlarda
Mesela bir şey adı bilen uradilar koyun mesela adı namını. Adı Imperatti. Ana şunu mesela arzon koyup verirler deydi. Borsang tamam bo'ldi deydilar. Hozir yangınning gap shu. Buni yo'q bahan aytadi, telefonsa yo'q dedi. Tamam bo'ldi o'zi deydi. Ava ya ertang boraman desa, bo'ldi kelavering bor dedi. Ertang esa oqshom tamom bo'lib qolibdi dedi. Bu bakanda yok indi bu ne oldu da turaveradi ha. Lekin maqsad imondan her balondan 25 ming so'm puldan qoladi. Her balonda общийda 100 ming so'm, baring 130 ming so'm deganingizdan ustanovga qo'yib berishini 20-30 ming so'm pulga ketadi. Kichik qazaki 4 balonda 100 ming so'm. Bu narsani qo'yadigan bo'lsa, o'zi 250-270 dan keladi, 300 dan sotadi. Yo'q deganingda o'zi 350 dan berganingda mana shuncha so'm pul qolib turibdi. Bu shunda foydasi narsa bo'lib qoladi. Doğru. Ondan ko'proq foydalaniladi. Uyina ko'proq pul boradi. Bular shundan chizimni o'tibdi hozirgi kunda bu. Buni bo'lishi 485 ming so'mdan to'g'ri kelibdi. 185-70-13. Pasportdan chiqadi axı bular. Pasport, plastik farqi yo'q, xolos. Shu baqadan chiqadi axı. Olish maqsad bo'lsa bo'ldi. Barteram ketaveradi. Barteram ketaveradi. Mana keyin kreditni asosiy ishlanishini tushuntirib beraman. Hozirda bizda 485 ming so'm bo'lsa, 485 ming so'mdan kreditni o'zini yoza oladi. Endi ustini foizini hamma biladi va bola bilgan odamlar ustini foizi qo'yiladi. Ayrim yerlarda 485 ming so'mning ustine sizlarga skidka etib beraman 450 ming so'm deydi, ustine 12% qo'shib beradilar. Hozir men yana 485 ming so'm aytib turibman, birida 450 deydi, ustine 12% qo'shadi va undan ham o'tib ketadi-da. Tushundim. Ana har xil varianti bor. Shuning uchun azamat yanaganglar. İnsaflı adamlar aslında chiroyli deb tushuntirib sizlarga uzatadi balonni. Ya bo'lmasa bir do'konda turib, men bilan telefon turib, men shuning krediti olacakman. Necha so'm tushadi deb mendan so'rasalar, mendan ham keyin bir so'rab bersinlar. Ikkimizniki qaysimizniki arzon tushadigan bo'lsa, qulaylik bo'lsa, farqi ko'rib beraveradilar. Tushunadi. Giz. Hozir balonlarning eng elde kaç fot turibdi? Eng elde VMAX degan balonimiz bor. Bu eminim balon bo'ladi-da. Bize qo'yib yurgan balonlardanmi? O kakradan size qo'yib bergan balonimiz ha. Lekin haqiqatdan bu balon zo'r ekan. Ko'raman emas, buni ko'pchilik qo'yib turibdi. Biladi qo'yib yurgan, haydab yurgan odamlar. Buni Damaslar ham tan oldi. O'zi Damaslar ayrim odamlar u tanamana balon qo'ymaydi. Nima? Damas, Nexia 3, Gentrachalar, v общем tan oldilar bu balonni. Ko'p yuradiganlar, ishqib taksistlar. Izzat bishadi. Keyin nechidan mot turibdi bularning? Ikkinchi darajalisi. Undan keyin bir paysi mendayna ZRX degan balonimiz. Protektorlarni ko'ring. Mana shirokiligi. Shuningdan qarang, ikkisini razmeri bir xil. Nima? Lekin bu qarang, shirokiga sanadi. ZRX. Lekin bu yumshoqroq. VMAXga qaraganda sal probeg kamroq beradi, lekin yurib berishi v общем chotki. Tushunarli. Buncha so'm. Buni bahasi 570 ming so'mdan to'g'ri keladi, buniki 550 ming so'mdan to'g'ri keladi. 20 so'm farq qiladi ekan, ha? Hava. Şu balonlarni asortimenti ko'p. Ercha balon desizlar, ercha balondan topiladi. Yana ercha balonlarni tutdi yana kichkina. Ercha balondan qarang, endi ko'pchilik ercha balonni prostoyna tushirib, yani balonlarni yomon ko'rib turadi, ercha balon bo'lmaydi deb. Ercha balon bo'ladi, qachon bo'ladi? Endi yerni ko'rib olish kerak. Yomondayna dishlarning orasida yana ishlarni, yomg'irni, qorni haydab chiqaradigan dishlari va uzorlari bor. Ko'rib turibman ishlarni. Ko'rinib turibdi. Shu narsani qarab olsalar 30 ming dollar balonni glavniy yilni yetib boratish kerak bo'ldi. Hozir balonni zo'r balondan ko'chaga chiqarib qo'ysak, 3 oyda balonning mazasi qochadi. Quyoshda yotib, ha? Quyoshda qotib. Mana shuni yilini qaraydilar, yangi uzorlarni qarash kerak bo'ldi. 30 ming dollar pul o'zi bilan ketadi klientning. Erchadan nechadan turibdi bular? Erchani baholari, misol oddiy deylik Gentra to'g'ri keladini 525 ming so'mdan to'g'ri keladi. Endi sen Matiza, Spark'a aşılara doğru keladigan balonlardan bir bahasini, boshlang'ich bahasini ayt. Ta shuncha so'mdan ketadi. Matizaniki buni bahasi 280 mingdan boshlanadi. 280 mingdan boshlanib, orqa tarafi 500 ming so'mdan keladi. 500 ming so'mlik balonimiz ham bor. Hozir buni endi videoda hammasini bir chetdan 7-8 qilisini aytib ko'rsatib bo'lmaydi. Do'konga kelsalar bemalol. Olmasalar ham kelib ko'rib ketsalar, ana keyin olajak vaqtlari xolog'ini solishtirib beraveradilar. Endi Nexia'larni ayt boshlang'ichini. Nexia'larniki 330 ming so'mdan boshlanadi. 330 dan boshlanib 550 ming so'mdan keladi. Yaxshi, Nexia'larni bildik. Endi Nexia 14'lik Nexia'larniki. 14'lik. Endi 15'liklarni ayt. Gentralar aytamiz. Gentralarda 400 mingdan boshlanadi. 400 dan boshlab 550 dan bor. 550 dan. Nelana? Malibular va ana mesela. Malibu birda o'tib ketgan. Birdan o'tib ketdik yugurib. Bo'ldi. 17'liklarga keladigan bo'lsak, Captiva, Malibu aşılarga aytaman. qarang, Malibu 17 bo'ladi, 225 60 17 desa, uni 750 mingdan boshlanadi. Zo'ra, ha? 700 yo'q. Pes 750 dan boshlanadi.
920 ming so'mdan boradi. Zo'rlari. Eng zo'r 920 ming. Aha. Captiva Captiva'niki 245-60-18'liklerimizmi? Buni 750 dan boshlanadi ekan. ha? 750 dan 1 million 200 ming so'mdan bor. Oho, yaxshi ekan va 1 million 200. Bu diskalar nima diska bular? Bu diskalar Tico, Damas, Matiz, Libo mashina tushadi. Neçalik boyi bular? Bular 15lik, endi bu 16lik. Bu qaysi mashinalar tushadi shunda? Bu Nexalardan? Nexia tushadi, Cobaltlar ham tushadi, Gentra'lar ham tushadi. Razmerlar nasi? Avnivaj qo'yish kerakmi? Ya qo'y, nima deydi? Stavka deymi? Perixodnikmi? Yo'q, u narsalar kerak emas. Doğru tushadi axir. Birebir tushadi ular. Nexia 3 tushadimi shu? Nexia tushadi. Ana, Yodgar, Nexia 3 nikini qidirib o'raying. Malibu 2niki indi ba? Ha, Malibu 2niki. Yana Optra hamma biladi. Bundan ham bor. O GM Cobaltmi bu? Bu Cobaltni GM Koreya varianti. Neden oturttu ular? Bu 2 milyon 550 ming so'mga to'g'ri keladi. Malibu 2niki nechadan oturttu? Uniki 2 milyon 700 ming so'mlar boradi. 4'se. 4 tanasi. Keyin Damas'lar uchun nima bo'ladi? Damas'lar uchun. Damaslar uchun bulara aytiladigan narsa Eng quvvatlisi. Ava, Damas Labu desak o'zi birinchi qor metal ko'zimizdan keladi. Bundan boshqa narsa o'zgartirib bo'lmaydi buni. Bu qor metal, bu tamom qor metal. Keyin endi hozir chiqib turgan ko'pchilikka yoqib turgan varianti Oho, bu xo'ja tushadi mana. Optra. 2 xil variant bo'ldi, tamom. Neden oturttu bulan bahası? 2 milyon 100 ming so'm. 4'se. Ava. Bundan firmasına qarab. Yani firma ve ortada firmaları var, ular garanti berilmeydi. Buna diskelerimizde 1 yıldan garanti beriladi. Kraskasi köçede olmasa tazanı beriladi. Yazıp kol köp peçet bo'ladi unda. Bu akkumulyatorlar nima mashinaniki bular? Akkumulyator Delcor. Kakrasına qarang. Delcor'a geldik. Köpçilikte yılı körasına kek koydular. Delcor dese, Delcor buzulup ketdi. Delcor buzulmadı. Delcor'un orijinallarını alsa eng kamida yo'q deganda 3 yil xizmat etib beradi. Bizda hammasini 26 yillarni ko'rsatib garantiyasi bilan beramiz. Peçetlerini basma. Ama Delcor'un 40'lıkından tutup 220'likine don var. Libo maşına tapıladı. Bu neçelik degani bu? Bu 180'lik. Neçe so'm bular? Buni bakası 2 milyon 400 etip beramiz. Şimdi az negatifler çıkardı berber. Mende 2 milyon 100, 2 milyon 200 de. Endi Yılı köneleri bolsa 1 milyon 800 'dan tapıladı. Lekin bir tane kımmat nesi. Doğru. Aşağı aytib ötüşümüz gerek lekin. Şunu itibarda kaldırınlar. Tak. Benim ne ola indi? Yanımızda akkumulyatorların törü Karang, köpegen. Ne bu? Sofat dedi. Bu sofatların ne oldu? Nül. Oh bu mu? Bu vapşim zor garantisi. maşina? Doğru. Bunu Libo maşina bu. Yok ay. Tiko'dan tutup Furaga'dan bu. Garantisini maşinine qarab 1,5 milyon köp bertibmiz. Ola. Endi maşinine qarab deganimiz Tracker, Onyx, Malibu 2 bo'lsa, kelib turib bizdan 1,5 mil garantiyasini so'raganning foydasi yo'q, chunki unchalik bormaydi. Necha kilometr qo'ysa, har xilsidan beri ko'rdik. Tushunarli. Bu taraflar ham negativlar, hammasini tayyormiz. Biz har xil gap aytadilar shuning yanida ham uni Negatifchilar bizning shu kuchayishimizga sababchi bo'ladi. Qisliqma uchun. keyin ko'pchilik topilmayotgan Donphin 008'e BYD'ni, o'sha Donphin 008'e BYD'ni o'zini zavodundan chiqqan 1 yil garantiya bilan beriladigan 45lik akkumulyatorimiz. 1 yil garantiya beriladi. Lekin bahası sal yaqinroq, buni aytamiz buni bahasini. Telefon orqali batafsil tushuntirib Yo, beramiz. kommentar yozib qoldiringlar, chizim turadi. Qani topinglar ko'ramiz. O ishon topgan odami 10% skitkasi bor. 10% ham yaxshigina pul oladi lekin. Ikki odam bitini aytadi arqang. To'g'ri. Yetdik yaxshi. EBT deganda bu pirashka deb tushunmasalar yaxshiroq ovqat oladi. Palovuda. Keyin. Bular nima oldu bular? Tico, Damas, Matizlere bo'ladigan Koreyan akkumulyatori Mega Power deydi. Bular ichida suv yo'q axir, kisatasi. Ava, yo'q kislota bo'ladi, lekin ochilib suv solinmaydi. Ava, probkalar bo'lmaydi. Buni ko'pchilik biladi, qo'yib birganlar avval Rosket deb kelardi. 2014-yillarda Rosket bo'lib kelardi, endi hozir oldini o'zgartirdilar. Buni bahası 600 ming so'mdan aylanadi. Keyin bundayna Xitoyning akkumulyatori bunamazi endi original sal yog'da $70 bundan ko'p berib turibmiz. Ishlash prinsipi ikkiligi bir xil, garantiyasi ham bir xil, bahasi sal ortaroq chiqadi. Tushunadi. Chunki unda brend bor. Bunda sal brend yo'qroq, lekin ideal variant. Pulini ham ishlab berishi ham zo'r. Ishga 1 yildan 1,5 yildan garantiya bor. Garantiyasi bor. Tushunarli. Qani endi bir eksport olib kelgan akkumulyatorlaring bormi? Eksport olib O'zbekiston sabrat etmagan bir qaysi akkumulyatorlaring bor? O'zi biz O'zbekiston akkumulyatorlarini uncha sotamiz. Yo'q ay. Bular hamishi Hammasi chetdan kelgan.
eng shuna arzon variant deganimiz Turkiya akkumulyatori. Yani Sofatlaneniki ular. Bu Xitoyniki, lekin Germaniya texnologiyada. Shuna eng arzon deganimiz shu akkumulyatorina Turkiyaniki. Bungiz ham aqlni ishlab hisoblasangiz ham shuni klientlarga ko'rsatib beraylik. Amerikan deydik onu. Amerikan. Sifati в общем zo'r. Yana bizda sovuqimiz jonli bo'ladi, issimiz jonli bo'ladi-ku. В общем zo'r variant. Bahasi ham zo'r, garantiyasi ham yaxshi. 1 yil garantiya beriladi. Bahasi в общем shokolad bahada-da. Gelsalar klientlarni o'ynatamiz. Bo'ldi, tushunarli. Keyin akkumulyator olajak vaqti, ko'n akkumulyatorlarni ham so'rab gelsalar eng qimmat bahada qilamiz. Ishqilib kelaverasizlar. Shuning o'zida ishingiz bitadi. Akkumulyatorlar turi ko'p ko'rgan. Motosiklet, yani skuter, velli yo'qchidan skuterlarniki, samokatlarniki, skuternikidan boshlab Muraviydan topib beramiz. Gilway akkumulyatorlari bularniki iminim bo'ladi-na. Yani shu 65ligini yaxshilab oling, shuna tushunib olsalar, buni o'chirib 70lik, 76lik aytib o'tirdilar. Yo'q ay. Ha, keyin qarang, buni oyinam ko'rali. Ozgina yaqinroq kelsangiz, unda chiqqan vaqtlari bor yana. 26-yil. 26-yil. Ana shundan ko'rib bosalar. Hech qachon 30 ming dollar. Yili toza-vaj, garantiyali vaj, hech qachon klientning minusini yurmaydi. Tushunarli. Agar savollar bo'lsa, ekranda telefon nomerlarini qoldiramiz. Doğru, prema azamatni o'zini chiqasizlar. Agar toza mashina alasizlar, avtosalondan ikkalasa, sразу нормальный bahada baholab qolasizlar. To'g'rimi azamat? Ha, zo'r bahada qilamiz, xudo xolasa, neyse. Yine vulkanizasi şurada. Diskalar şurada. Kelaverasizlar. Shu bilan videomizni yakunlaymiz. Salomat bo'linglar, Sağ olun. ishlaringiz rahmat.